bo'lgan bo'lsa, bu narsa yildan-yilga yoshlarga boraveradi. Endi mana shu erta yetilishni boshqa asoratli holatlari yo'qmikan degan narsa ham bor-da bitta. O'shaning uchun buyrak usti bezini bitta MSK to'qib berasizlar. Образованиялар yo'qmikan. O'sha narsani tekshirib berasizlar, keyin unga qarab bitta xulosaga kelamiz. Ko'kragida muammo yo'q. Prosta ikkilamchi belgilar paydo bo'lganda, sut bezi shakllanayotganda og'riq beradi. O'shani og'rig'ini aytyapti. Xuddi образование o'sindi, unaqa narsalar yo'q. Prosta yetilyapti, shuni hisobiga og'riyapti. И normada buni возрастida выделение bo'lmaslik kerak. 9 yosh. Basseynga borsa, kiyimlarni kirmoshlarga solsanglar, dazmollarni kiydirsanglar, orqa teshikni yuvib oldini yuvayotgan holatlar bo'lsa ham shunaqa выделение kelib qoladi, ajralmalar kelib qoladi. Ana endi bu narsa tazni ichida matkachasi bor edi, tuxumdonlari bor, o'shalarni ham qo'shib yallig'lantirib qo'ymasligi uchun mazkur oldik. 5 kunda javobi chiqadi. 5-kuniga ammajonimni o'zingizmi bitta kelib ketsangiz, qiz shakar emas, o'shani ko'rib bitta lecheni yozib beraman. Prosta menga hozir eng zaruri qizchada tuklanishlar, ko'kraklar уже chiqdi. Возрасты yosh bo'lgani uchun 9 yosh hali erta bo'lgani uchun bitta buyrak usti bezini tekshirib bersangiz boshqa hech qanaqa. Shu yerda qiladi. Hozir qiladi. Shuni qilib bersangiz bo'ladi. Hozir olib